Assalomu alaykum YouTube ahli. Bugun 21 fevral 2026-yil. Kartoshka ekyapmiz. Birinchi pasport sepdik, ammofos. Ustidan biogomiz. Biogomizdan berib chiqyapmiz. O'tgan yil ham video syomka qildim. Pasport, biogomiz. Men ko'mirni ko'lidan ham soldim. Uncha yaxshi chiqmadi, ana porisi. Urug'idan bo'ldimi? Yaxshi hosil bermadi. Hamma gap urug'da ekanda, urug'ni tanlab olish kerak ekan. Bu yil Kalumba degan urug'dan ekyapti. Yerda kesyapti. Biogomiz hali elanmagan biogomizdan solyapmiz. Buyog'i biogomizimiz tayyor bo'lgan. 1-2 tonnacha eladik. Kimga cho'lchang kerak bo'lsa, mana cho'lchanglarimiz ham bor. Biogomizimiz ham bor. Mana kilanka o'ralgan joy tayyor biogomiz. Mana bu yoniga porisab ajratgani solganmiz buni. Bu tomoni nima sveji poris solganmiz. Buni tayyor bo'lgan biogomiz. Yoqqa chiqarib yelab nima qilyapmiz? Bu yil kechikib ketibchi, nima yog'ingarchilik ham ko'p bo'ldi. Ham o'zimda ham boshqa ishlarim ko'payib ketib vaqtida yelolmadik. Kartoshkamiz ham shuning uchun kechroq ekilyapti. Biogomizni endi mana kunlar isidi, endi yelib olamiz. Kimga biogomiz, cho'lchang kerak bo'lsa, telefon nomer qoldiraman, murojaat qilasizlar. O'zi 8 oy bo'ldimi, 9 oy bo'ldimi, video ham chiqarganim yo'q edim. Boshqa ishlar sababli video ham chiqarmadim. Bu cho'lchang biogomizdan tashqari ham boshqa ishlarimiz bor. Shu bilan qisqacha videomni yakunlayman. Videoga like bosib, podpisatsiya qo'yishlaringizni iltimos qilamiz. Kanalning rivoji uchun. Keyingi videolarda uchrashguncha deb qolaman. Bu yil piyozlarimiz ham, bunga hali biogomiz ham solingan yo'q. Oji yaxshi. Endi solamiz biogomiz. Tomonlar ham piyoz, chegara cherda. Endi ularga ham solamiz nasib bo'lsa.